Leopard sevuvchi qizlarimiz uchun Ira Fashion Optim do'konimizga juda ham chiroyli bo'lgan shunaqangi ko'ylaklarımizdan olib keldik. Qizlar, bu ko'ylaklarimiz shunaqangi qulay qilib ishlangan, ikkita chetlarida shunaqangi cho'ntaklari bor narsalarni bemalol solib kiyib ketaversangiz bo'ladi. Pastki qismlari qo'shetek qilib ishlangan, juda ham chiroyli qilib ko'rsatadi figuralarni. Yeng qismlarida shunaqangi krujvalari bor va rezinkalari qo'llarni umuman qisib tashamaydi. Oldi qismi ham juda ham chiroyli qilib shunaqangi krujva bilan bezatilgan va tumachalari bo'ladi. Tumachalarning atrofida chiroyli qilib Swarovski toshlari bilan bezatib qo'yganmiz. Leopard va ko'ylaklarimizni biz ikki xil rasvetkada olib kelganmiz. O'zim kiyib olgan shunaqangi to'qroq varianti bor, qaranglar, juda ham chiroyli qilib ishlangan va shunaqangi ochiqroq rasvetkasidan ham bemalol olib kiyursangiz bo'ladi. Qizlar, qaranglar, qanaqangi yengil bo'lib turadi ustingizda. Orqa qismini ham ko'rsataman. Juda ham chiroyli. Agarda leopard xohlamasanglar, do'konimizda juda ham katta assortimentda shunaqangi ko'ylaklarimiz ham bor. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 46 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammanglarni Ira Fashion Optim do'konimizda kutib qolamiz.